Yigitlar serialining oxirgi mavsumi va nihoyat boshlandi va bu safar u oldingi mavsumlarga qaraganda ancha farq qilayotgandek ko'rinadi. Serial o'zini noodatiy va shov-shuvli sahnalari bilan yana tomoshabinlar e'tiborini o'ziga tortdi. Ba'zi muxlislar hatto eski miflarni qayta ko'tarib, bu serial Simpsonlar kabi kelajakni bashorat qilishi mumkin deb o'ylashmoqda. Bu fikrlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan shaxs esa Donald Trump. Serial chiqishidan oldin ham ko'pchilik Homelander obrazi aynan Trumpdan ilhomlanilgan va AQShdagi real voqealarni aks ettiryapti degan fikrda edi. Mavsumning 3-qismida esa Homelander o'zini Iso Masihga tenglashtiradi va uning asosiy maqsadi V1 ni qo'lga kiritib, mutlaqo yengilmas bo'lish ekanligi ko'rsatiladi. Eng qiziq tomoni aynan o'sha haftada Trump Rim papasi bilan bo'lgan kelishmovchiliklardan keyin X platformasida o'zini Iso Masihga qiyoslagandek qilib rasm joyladi. Bu oddiy tasodifmi yoki serial haqiqatdan ham real voqealarni aks ettiryaptimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga salom. Ushbu videoda Yigitlar, ya'ni The Boys serialini 5-mavsum 1-qismida yashirilgan barcha detallarni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin sizlardan ushbu videoga like bosishingizni so'rab qolardim. Oldingi chiqargan videolarimni ko'rishlar soni ko'p bo'lsa ham, lekin likelar soni juda kam. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'tgan mavsumda biza yangi saylangan vitse-prezident va Void korporatsiyasining sobiq direktori Stan Edgarni asrab olingan qizi Victoria Newman, yigitlar, aniqrog'i Billy Butcher tomonidan ikkiga bo'lib tashlanganini ko'rgandik. Newman o'lgach, uni o'limini prezidentga to'nkab yuborishdi va prezident ishdan bo'shatilgandan keyin Respublikachilar palatasi spikeri va Homelander tarafdori Steve Calhoun yangi prezident bo'lgan edi. 3-qismda ko'rdikki, u Homelander nazorati ostidagi qo'g'irchoq prezidentga aylangan. 1-qism choynakning qaynash ovozi bilan boshlanadi. Bu serial o'zini pikiga, ya'ni eng yuqori cho'qqisiga chiqqanini bildirish uchun qo'shilgan. Siyosiy vaziyatlar, unga bog'liq gap-so'zlar, umuman serialdagi hamma narsa maksimal darajaga chiqib ketganini ko'rsatadi. Afsuski, bu faqat serial ichida emas, balki real hayotdagi siyosatga ham o'xshaydi. Hozirgi kunda odamlar bir-biriga qarshi keskinlashib ketayotganini ko'ryapmiz. O'zi umuman serial ijodkorlari boshidanoq shuni bizga tushuntirmoqchi bo'lyapti. Ya'ni Amerika siyosatini aks ettirib va agar ular shu yo'nalishda davom etadigan bo'lsa, dunyo qanaqa ko'rinishga kelishi mumkinligini ko'rsatishga harakat qilishyapti. Yigitlar seriali bu siyosiy serial. Serial ijodkorlari jamiyatdagi bo'layotgan ko'p ishlarni va Amerikani hozirgi prezident administratsiyasini juda keskin tanqid qilishadi. Ushbu videoda siyosat haqidagi o'zimni shaxsiy fikrimni tiqishtirmayman, lekin men tahlilni to'liq va to'g'ri qilishim uchun siyosat haqidagi sahnalar, o'xshashliklar yoki detallarni gapirmasdan o'tib ketishim menimcha noto'g'ri bo'ladi. Serialning boshida bizga Void korporatsiyasidagi yig'ilishni ko'rsatishadi. Bu sahnada serial ijodkorlari CPAC va Turning Point USA kabi konferensiyalarni, shuningdek prezident Trumpning mitinglarini parodiya qilishgan. Odamlarni USA deb hayqirishlari va qizil kepkalari bu gaplarimga yaqqol misol bo'ladi. Homelanderga keladigan bo'lsa, u juda kuchli manipulyator. Axloq umuman yo'q bo'lsa ham, o'zini pok ko'rsatib, konservativ nasroniylar auditoriyasiga yoqoladi. Bu esa uni Donald Trump bilan yana bir o'xshashligi. Ba'zi odamlarning fikricha, Trump aniq bir siyosiy ideologiyaga ega emas va u klassik konservativ yoki chuqur diniy odam ham emas. Shunga qaramasdan u aynan konservativ va dindor nasroniy saylovchilar tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlanadi. Eng qiziq tomoni, vaqt o'tishi bilan u o'zining maskasini, ya'ni niqobini yechishni boshladi. Lekin bu uni tarafdorlariga deyarli umuman ta'sir qilmadi. Aksincha, ko'p hollarda ularning sadoqati yanada kuchayib ketdi. Hozirgi kunda Trump ko'proq o'zini asl yuzini ko'rsatayotgandi. Ochuchasiga qo'pol gapiradi, so'kinadi va buning uchun hech qanaqa uzr so'ramaydi. Oldinlari bunaqa ishlar siyosatchilarning reytingiga juda katta zarar yetkazardi. Lekin hozir bu narsalar ko'pincha e'tiborsiz qoldiriladi yoki hatto ma'qullanadi. Natijada Trump o'zini yanada erkin his qilib, tegib bo'lmaydigandek his qiladi. Ayniqsa qayta saylangandan keyin. Nega men Trump haqida bunaqa ko'p gapiryapman? Chunki aynan shu jarayonni biz Homelanderda ham ko'ryapmiz. U o'zini erkin, kuchli va almashtirib bo'lmaydigandek his qilyapti. Qotillik bo'yicha suddan hech narsa bo'lmagandek chiqib ketgani, hatto odam o'ldirgani uchun ham olqishlangani uni yanada o'zini kuchli his qilishga yordam berdi. Endi u o'zini haqiqiy yuzini ko'rsatishdan qo'rqmaydi va o'zini Iso Masihga tenglashtiryapti, xuddi Trump qilgandek. Bu haqida keyingi videoda, ya'ni 3-qism tahlilida to'liqroq gaplashamiz. Sir emaski, ko'plab Marvel va DC filmlari komikslar asosida suratga olinadi. Hatto Yigitlar seriali ham shu nomli komiks asosida suratga olingan. Va agar siz ham komiks o'qishni xohlasangiz, lekin ingliz tilini yaxshi tushunmasangiz, Ustaxlil Telegram kanaliga o'ting. U yerda hozirgacha 15 tadan ko'p Marvel va DC komikslarini to'liq o'zbek tilida
kanalida topasiz. Shuningdek, u yerda eng so'nggi kino va serial yangiliklaridan ham xabardor bo'lasiz. Kanal silkasi video ostida. Serialga qaytsak, yulduzcha yashirincha vot yig'ilishiga kiradi. Uni rejasi butun dunyoga Flight 37 videosini ko'rsatish edi. Uni va boshqa hamma yigitlarning fikricha, ushbu video tarqalgandan keyin hatto Homelanderning eng sodiq tarafdorlari ham uni aslida qanaqa xavfli va shafqatsiz odamligini tushunishi kerak edi. Flight 37, ya'ni Parvoz 37 haqidagi video o'sha birinchi mavsumdagi voqea haqida. Homelander va qirolicha Maeve terrorchilar tomonidan qo'lga olingan samolyotdan odamlarni qutqarishga harakat qilishadi. Lekin vaziyat nazoratdan chiqib ketgandan keyin ular samolyotni qutqara olmasdan odamlarni o'lishga qo'yib berishadi. Hatto kichkina qiz ham Homelanderdan yordam so'raydi, lekin uni ham qutqarishmaydi. Keyingi sahnada biz The Seven, ya'ni 7likni posterini ko'ramiz. Lekin bu jamoa endi mavjud emas. O'zi 7lik haqiqiy super qahramon jamoasi bo'lmagan. Bu faqat shou uchun yaratilgan soxta obraz bo'lgan. Ular aslida egoist mashhurlik guruhi bo'lib, qahramonlikdan ko'ra ko'proq PR va reklama uchun ishlashgan. Homelander o'zining nutqi davomida Amerika yangi oltin davriga kirishini aytadi. Bu esa yana prezident Trumpning America will enter a golden age, ya'ni Amerika oltin davriga kiradi degan gapiga ishora. Yana u Starlighterlarni terroristlar deb ataydi. Bu ham siyosiy kinoya, ya'ni o'zini fikriga qarshi chiqqan odamlarni terrorist deb atash tendensiyasiga ishora. Yulduzcha videoni muvaffaqiyatli ravishda butun dunyoga tarqatgandan keyin Homelander aqldan ozdi. Chunki u agar bu video tarqalsa nima bo'lishi haqida ogohlantirgan edi. Olg'a. Tarqatib yubor. Albatta hammasini yo'qotaman, ammo keyin yo'qotadigan narsa qolmaydi. Video tugagandan keyin o'sha mashhur skripkali musiqa boshlanadi. Bu musiqa serialda Homelander aqldan ozganda ishlatiladigan musiqaga aylangan. Uni ko'zlari qizaradi, g'azabdan odamlarni yo'q qilib yuborishga ham tayyor bo'ladi. Chunki uni endi yo'qotadigan hech narsasi yo'q. Hamma Homelanderni qanaqaligini bilib bo'ldi va hatto videolarga ham olishdi. Homelander hammani yo'q qilishni boshlamoqchi bo'lgan paytda Sage uni to'xtatadi. Agar bir necha yil oldin ushbu video tarqalganda, haqiqatdan ham orqaga yo'l qolmas edi. Homelander hammani yo'q qilishga majbur bo'lardi. Lekin hozir vaziyat umuman boshqacha. Homelander ushbu yil davomida odamlarni manipulyatsiya qilishga ulgurgan va bu ishda unga Sage juda katta yordam bergan. Homelander va Sage ushbu video haqidagi mavzuni AI, ya'ni sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan yolg'on xabar deb osongina yopib yuboradi. Bu ham sun'iy intellekt bilan bog'liq muammolarga ishora. Biz bilamizki sun'iy intellekt iloji bor. Video butun dunyoga tarqalgandan keyin u hatto TikTok trendiga ham aylanadi. Stay back! Or I'll laser every fucking one of you! Bu dunyo qanchalik beparvo bo'lib ketganiga va odamlar hissizlashib ketayotganiga belgi. Esingizda bo'lsa, Homelanderning o'sha mashhur gapi ham real dunyoda TikTok trendiga aylangan edi. Ashley, don't look at him, look at me! Ashley! Look at me! Ashley haqida gapiradigan bo'lsak, u oldingi mavsumlarda Homelanderning qora ro'yxatida edi va o'zini himoya qilish uchun Compound V, ya'ni V aralashmasini qabul qilib, odamlarning ongini o'qish qobiliyatiga ega bo'lgan edi. Hozirda u Amerika vitse-prezidenti lavozimiga ko'tarilgan va biz uni Oq uyda matbuot xonasi minbarida ko'rdik. Bu sahnada real hayotdagi MSNBC jurnalisti Chris Hayes ham cameo sifatida ko'rinish bergan. Ashley ham ushbu videoni yulduzcha tomonidagilar deepfake, ya'ni sun'iy intellekt tomonidan yaratishganini etib o'tadi. Men uchun Ashley yomon qahramon emas deb tuyulardi. Oldingi mavsumda u hatto A-Train, ya'ni poyezdda bilan ham kelishib, Homelanderga qarshi chiqishni o'ylagan. Lekin mana bu sahnada u ham boshqalarga o'xshab, o'zini foydasi uchun odamlarni aldayotganini ko'ramiz. Ashley o'zini qurbon sifatida ko'rsatib, shuncha paytdan beri sup, ya'ni super qahramon bo'lganini va ushbu yillar davomida anti-sup propagandasi sababli juda qiynalganini aytib o'tadi. Mumkin bu odamni misoldalik yaxshi ko'rgan odamlar bordi, lekin shu odamning davrida biz ezildik. Keyingi sahnada biz Freedom Camps, ya'ni ozodlik lagerlarini ko'ramiz. Ushbu lagerga Starlighterlarni yoki umuman anti-Homelander bo'lgan hamma odamlarni yig'ib olib borishadi. Ular bu joyni tashqaridan yaxshi va qulay joy sifatida reklama qilishadi. Lekin aslida bu zamonaviy internet lagerlari bo'lib, yashash sharoitlari juda yomon bo'ladi. Hatto mahbuslarga majburan Homelander merchlarini ham kiydirishgan. Homelander va Sage Ryan haqida gaplashishadi. Homelander
Homelander bu ismni hatto eshitishni ham xohlamaydi. Oxirgi marta biz Ryanni ko'rganimizda, u Grace Malloryni tasodifan o'ldirgan edi. Homelander uni Vought tomonidan olib ketib, maxsus maktabda o'qitilayotganini aytadi. Lekin biz keyingi qismlarda uni Stan Edgar bilan birgaligini bilamiz. Bir tarafdan qarasak, hammasi Homelander uchun yaxshi ketayotgandek ko'rinadi. Lekin uni egosi unga yangi muammolarni keltirib chiqaryapti. Homelander haligacha o'zi haqidagi memlar bilan band. Have you seen the memes? Have you seen the memes about me? Bu prezident Trampga yana bir ishora. Donald Tramp 2 marta prezidentlikka saylangan, suiqasd urinishidan omon qolgan, bir nechta jinoiy ishlardan quruq chiqqan va sayyoradagi eng qudratli taxtlardan birida o'tirgan milliarder bo'lsa ham, baribir o'zi haqidagi mem yasayotgan odamlar bilan arzimas tortishuvlarga kirishadi. Homelanderni reytingi juda yuqori bo'lsa ham, u baribir kimdir uni yoqtirmasligiga ishonadi. Reytingda Homelanderni 90% odamlar qo'llab-quvvatlayapti. Lekin u baribir ich-ichidan bu reytinglar qo'rquvga asoslanganini tushunadi. Chunki ba'zida odamlar kimni qo'llab-quvvatlayotganini aytishdan juda qo'rqishadi. Tirik qolish uchun och qornim, tinch qulog'im maqoliga amal qilayotgan odamlar borligini Homelander juda yaxshi tushunib turibdi. Keyingi kadrda yana ozodlik lageriga qaytib, asosiy yigitlar shu qamoqxonada ekanligini ko'ramiz. Fransuz, Huey va MM. Fransuzda eshitayotgan musiqa fransuzcha qo'shiq bo'lib, ba'zi joylarni tarjimasi yo'lni oxiri va qamalib qolish degan ma'noni beradi. Fransuz yashirin narsalarni tarqatish uchun biz ikkinchi mavsumda ko'rgan Dipni kitobidan foydalanyapti. Ushbu lager bizani yigitlarni qanaqa o'zgartirganini ham ko'ramiz. Fransuz deyarli o'zgarmagan. U qamoq sharoitida ham yashab yuribdi. Keyingi sahnada Huey Fransuzni himoya qilish uchun bitta odamni urib yiqitadi. Bu odatda uning uslubi emas. Huey serial boshida zo'ravonlikka moyil emas edi, lekin mavsumdan mavsumga o'tish orqali uni qo'llari tobora kirlashib ketyapti. Eng katta o'zgargan odam bu MM. U endi qamoqxonada janglarda qatnashyapti. Serialning birinchi mavsumida u bu holatga butunlay qarshilik qilib, janjallarni to'xtatardi. Tashqarida esa Giant Dude deb ataladigan odamni ko'ramiz. Bu laqabni tarjima qilib o'tirmayman. Xullas, shu qahramon o'zini kuchidan foydalanib, bitta mahbusni urayotganini MM nafrat bilan kuzatib turibdi. Chunki esingizda bo'lsa MM bu odamni oldindan yomon ko'rardi va aynan shu odam uni 4-mavsum finalda qo'lga olgan edi. Va keyingi epizodda MM undan qasos olganini ko'ramiz va boshqa bu personajni ko'rmaslikka umid qilaman. Navbatdagi sahnada biz qassob otasini oldiga ko'rgani, ya'ni qasos olishga borganini ko'ramiz. Oldingi mavsumlardan eslaymizki, uni otasi o'zi va ukasi Lenniga nisbatan juda zo'ravon bo'lgan. Butcher otasini o'ldirish orqali ukasi va o'zi uchun qasos oladi. Homelander chaqmoqtoshni yangiliklar dasturida mehmon sifatida qatnashyapti va bu davlat propagandasiga o'xshash chiqish. Homelander atrofidagi odamlarni yurak urishini eshitadi. Hozir hamma uni oldida ishlaydigan odamlar undan juda qo'rqishadi. Chunki Parvoz 37 videosi juda real ko'rinardi va bizga bu olamda ham Elon Musk borligini ko'rsatishdi. Move that Elon interview to Thursday. Homelander Sage rejasi bo'yicha ushbu video sun'iy intellekt tomonidan yaratilganini aytib o'tadi. Unda 7 ta barmoqli yo'qligini va bu AI ning xatosiligini ta'kidlaydi. Biz bilamizki искусственный intellekt iloji bor. Bilmasanglar o'rgan olinglar, YouTube'ga kirib ko'rib olinglar. Ammo men bu tatuim videoda qani? Ushbu sahna sizga nimanidir eslatmayaptimi? Keyin bizga Kimikoni Filippinda Fransuzni ozodlik lageridan qutqarish yo'lini izlayotganini ko'rsatishdi. Shu paytda Billy Butcher paydo bo'lib, uni rejasi borligini, Fransuz va boshqa yigitlarni qutqarish uchun Kimikoga birlashish taklifini beradi. Kimikoni xonasini devorida musical reklama qilinayotganini ko'rishimiz mumkin. Bilamiz, Kimiko musicallarni juda yoqtiradi va 3-mavsumda biz uni birinchi marta gapirganini aynan xayolidagi musicalda ko'rganmiz. Yana ozodlik lageriga qaytadigan bo'lsak, Huey va Ivy o'rtasidagi bo'lib o'tgan dialoglardan shuni bildikki, FBSA'da ishlagan hamma ushbu lagerda saqlanadi. FBSA bu super qobiliyatli odamlar bilan ishlaydigan tashkilot va bu tashkilotni biz 3-mavsumda ko'rganmiz. Huey Victoria Newman sup ekanligini bilib qolguncha o'sha yerda ishlagan edi. Keyingi sahnada biz Deep va Black Noirni ko'ramiz. Ular hozir deyarli hamma YouTube blogerlarga o'xshab o'zligini podkastiga ega va bu podkast Manosphere, ya'ni erkaklar ustunligini targ'ib qiladigan podkast. Ularning studiyasi suv osti kemasiga o'xshab yasatilgan. Stol sanar ko'rinishida. Lustra esa markazda skopga o'xshaydi. Orqa fonda 8 oyoq yotibdi. Bu Dipning 4-mavsumdagi sevgilisi Ambrosiyani eslatadi. Homelander shunchalik aqldan ozganki, u hatto o'zining menejerini Starlightning videosiga like bosgani uchun o'ldirgan va u Parvoz 37 videosi yolg'onligiga hatto o'zi ham ishonyapti. Bu patologik yolg'onchilar qiladigan ish. Ya'ni o'zingiz qaysidir ishni qildim yoki qilmadim deb hammani alday yurganingizdan, oxiri sizning bu yolg'onga ishonib qoladi. Homelander o'zini ikkita laychalarini topshiriq bilan yuborgandan keyin bizga askarni muzlatilgan holda
qilayotganini ko'rsatishdi. Va nihoyat biz Butcherning rejasi qanaqaligidan xabar topamiz. U Worm ismli ssenariy muallifi orqali yigitlarni qutqarmoqchi. Worm ham super qobiliyatga ega bo'lib, u har qanday o'simlik va tuproq bilan oziqlanadi va u yigitlarga ozodlik lageriga kirish uchun tunnel qazishda yordam beradi. Wormning aytishi bo'yicha, Vod hamma yozuvchilarni ishdan bo'shatgan, chunki endi ular ssenariylar uchun AI dan foydalanishadi. Bu hozirgi dunyodagi bo'layotgan qo'rquvga ishora. Ya'ni ko'plab kasblarning o'rnini hozir sun'iy intellekt egallashi mumkinligi haqida. Va biz o'sha qadrdon poyezdani ham ko'ramiz. U Annie va Kimiko bilan uchrashib, Mary haqida so'raydi. Bu personajni Gen V seriali orqali taniysiz. Ushbu serial haqida alohida video tayyorlashimni xohlasanglar, kommentariyada buni yozib qoldiringlar. Yana lagerga qaytadigan bo'lsak, endi Homelanderni shaxsan o'zi lagerga Huey va yigitlarni o'ldirish uchun keladi. Uni fikri bo'yicha Billy, Butcher va qolgan yigitlar albatta ularni qutqarishga kelish kerak edi. Homelander Hueyni qo'rqitib savol beradi. Why would Starlight and Butcher piss away their lives to try and rescue you? Huey esa unga anchadan beri qidirayotgan javobini beradi. Because I do it for them. Bu savol Homelander uchun juda muhim va uni anchadan beri qiynab kelayotgan edi. Homelander odamlardan sadoqat kutadi, lekin sadoqatni ularni qo'rqitish orqali olib bo'lmaydi. Aslida Homelander do'stlik nimaligini tushunmaydi. U Hueyga bu savolni berganida rostakamiga qiziqib so'raganini ko'ramiz. Hueyning javobi esa uni o'ylantirib qo'yganini yuz ifodasidan ham payqash qiyin emas. Homelander hech qachon kimnidir hayotini qutqarish uchun o'zini hayotini xavf ostiga qo'ymaydi. Shuning uchun ham u hech qachon boshqalardan o'zi xohlagan sevgi yoki mehrni ola olmaydi. Homelander o'zi hayoti davomida hech qanaqa sevgi ko'rmagan. Odamlar uni faqat ishlatishgan. Keyinchalik esa u ham boshqalarni xuddi shunaqa ishlatadigan odamga aylangan. U o'zini sevishga qodirman deb o'ylashi mumkin, lekin aslida u bunga qodir emas. Chunki u ich-ichidan buzilgan inson. Poyezdda akasi undan faxrlanishini eshitib, yigitlarni oldiga yordam berishga boradi, lekin undan oldin u Dip bilan ko'rishadi. Poyezd Dipni qanchalik qo'rqayotganini sezadi. Chunki u ham bir necha yil oldin xuddi shunaqa holatda bo'lgan. Lekin Dip buni tan olishni xohlamaydi. Kimiko Annie'ni qirolicha Maeve'ga o'xshatadi. Chunki 3-mavsum oxirida Maeve xuddi Starlight'ga o'xshab, eng muhim narsa Homelanderni o'ldirish ekanini aytgan edi. Hatto bu uchun boshqalarni qurbon qilish kerak bo'lsa ham. Annie'ga keladigan bo'lsa, u sekin-sekin Butcherga o'xshab boryapti. Lekin serial oxiriga kelib, u o'z holiga qaytadimi yoki yo'qmi? Buni serialning yakunida bilib olamiz. Butcher har doimgidek rejani to'liq tushuntirmagan. Ya'ni u Wormga tunnel ozodlik lageriga kirish uchunligini aytmagan. Buni bilib qolgan Worm qochishga urinmoqchi bo'ladi. Lekin Starlight uni bu ishni qilishga majburlaydi. Bu uni yuqorida aytganimdek Butcherga o'xshab ketayotganini isboti. Homelander kutgandek Butcher yigitlarni qutqarish uchun lagerga tashrif buyurdi va Homelander ularni kutib oldi. Bu safar Homelander Mother's Milk, ya'ni ona suti laqabli MMga hazil qildi. You never told me that this one's nickname is Mother's Milk. Keyin Homelander Kimikoni ikkiga bo'lib yuboradi va u Butcherning ichidagi ilonga o'xshaydigan saratonni ko'radi va hatto buni chiroyli deb ataydi. Homelander Butcher o'zini bu holatga solganidan juda xursand. Chunki Butcher buni aynan u uchun qilgan. O'ldirish uchun yoki yo'qmi, buni Homelanderga umuman farqi yo'q. Chunki u faqat obsession holida. Keyin yulduzcha xuddi O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmidagi Elektroga o'xshab dramatik kirish qiladi. Va yulduzcha Hueyni qutqarishdan ko'ra missiyani ustun qo'yib, birinchi fransuzni qutqaradi. Chunki Butcher aytganidek, hozir uchun eng kerak bo'ladigan inson bu fransuz. Va Starlight shuning uchun sevgidan ko'ra ko'proq topshiriqni ustun qo'yadi. Yulduzchani bu qaroridan keyin Huey o'zini yana bir yaqin insonini, ya'ni Ivy'ni yo'qotadi. Homelander Butcherni chaqirayotgan sahnasi nimagadir menga Seven filmini bir sahnasini eslatdi. Shu paytda poyezdda jangga qo'shiladi va simob uslubida hammani qutqarishni boshlaydi. Sizga qaysi sahna ko'proq yoqadi? X odamlar o'tgan kelajak filmidagi simobni yugurishimi yoki poyezddanikimi? Javobingizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Lekin shaxsan menga poyezdani yugurishi biroz g'alati ko'rindi. Ayniqsa mana bu sahnada qanaqadir reallikdan uzoqlashib ketgandek tuyuladi. Poyezdda MM va Hueyni qutqaradi va orqa fonda Turbo Rush reklamasi bor. Keyingi sahnada poyezd A va Homelander
o'rtasida quvlashmachoq boshlanadi. Bu sahna Flash bilan Supermanni poygasiga o'xshaydi. Lekin poyezdda o'zini hayoti uchun yuguribdi. Yo'lda poyezdda bir qizni urib yubormaslik uchun o'zini muvozanatini yo'qotadi va bu holat uni o'zini o'limiga sabab bo'ladi. Lekin bu juda muhim detal. Poyezdda biz uni birinchi marta ko'rganimizdan ancha o'zgargan. Esingizda bo'lsa, birinchi mavsumda u Hueyni sevgilisi Robinni tasodifan urib o'ldirgan edi. Hozir esa u begunoh odamlarni o'ldirmaslikka harakat qiladi. Lekin oxir-oqibat bu unga qimmatga tushdi. Homelander poyezd ani qo'lga oladi. Lekin poyezdda undan endi qo'rqmayotgan edi. U o'sha lahzada Homelander aslida shunchaki kulgili, soxta odamligini tushunadi va hayotining oxirgi lahzasida Homelanderning ustidan kulib, unga bor haqiqatni aytadi. Yigitlar serialni birinchi mavsumining birinchi qismi poyezdani o'zini olib qochishga ulgurmasdan odam o'ldirgani bilan boshlangan edi. 5-mavsumning birinchi qismi esa xuddi shunday voqea bilan tugadi. Lekin bu yerda u o'zini olib qochishga ulgurdi. Shu bilan birga birinchi qismni tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va sizga yigitlar yoki Homelander jamoasidan kim yoqishini albatta kommentariyada yozib qoldiring.